Ana shu yillar bizning davrimizga sevgancha qiyin bo'lgan ekan, a. Kechquruni bilan siz ham telefonga gaplashib, puli tugagandan keyin kompaniyadan $3 qarz olib, yana dalshi gaplashib chiqqanmisiz? Yoshlar aytishi mumkin, u paytlar bez limitni minut bilmaganman. U paytlar bez limitni faqat otamni ish buyurishlari bilan onamni qarg'ishlari bor-da. Kuchuk bachcha og'zingdan qonib gezdi. Bizning davrimizga bir qizni quchoqlab o'psa, u qizni badnom qilib qo'ydim. Endi unga uylanishim kerak degan bir vijdonimiz qiynalib bir nimalar bo'lib yuraydik-da. U kun qarasam, ostanovka ikkita qiz o'pishibdi. Borib, nima qilyapsizlar, desam agar ko'rmayapsizmi, yigitim bilan o'pishyapman deydi. Yigitini qarasam, sochi uzun, ne ishni? Aytdim, yigitingni o'zini bir yigiti bor-da-ku buni. Oldimizda 3 yil 4 yillab sevishib, agar urush bo'lsak, umumiy muzikalarini qo'yib, uksuzlar ichib, bir nimalar Tom Ibi, hozirgilar fit bunisi bilan, fit bunisi bilan bir bacha bilan gaplashadi, 2 haftadan keyin eng qalin jo'rasi bilan gaplashadi. Ha nima desa, hanna prinsning avray. Bizda davrimizga ham 7-8 tasi bilan gaplashayotgan razil insonlar bor edi. Unaqa insonlar har bir jamiyatda bor, lekin ular shuturak edi. Ular to'y oldi, ko'ylagishdan tiktirib, remolchalarni bog'lab, ko'chalarni sipirib, deb eritib ketaydi. Hozir 7-8 tasi bilan gaplashganlar esa to'y oldi, ko'ylagishdan tiktirmayapti. Tayyor sotib olyapti misol uchun.